Ko'pchilik shaxsiy rivojlanish siri haqida 20-25 yoshdan keyin o'ylashni boshlaydi. Lekin aslida sir boshlang'ich maktabda bo'lsa-chi? Keling hozir shu haqida gaplashamiz. 1-sinfdan 3-sinfgacha bolalar o'qishni o'rganishadi. 3-sinfdan keyin esa o'rganish uchun o'qishadi. Ya'ni ular o'qigan ma'lumotlardan foyda olishni va yangi bilimlarni o'rganishni boshlashadi. Agar 3-sinfgacha bo'lgan baza kuchli bo'lsa. Bundan tashqari boshlang'ich maktabda bolalarda juda ham muhim sifatlar shakllanadi. O'zini boshqarish, fikrni jamlash va jamoada ishlash. Bular nafaqat ularning keyinchalik o'qishlarida, balki voyaga yetganlarda ham muvaffaqiyatli bo'lishlariga juda katta yordam beradi. Xullas, kuchli kelajak uchun fundament aynan boshlang'ich maktabda qo'yiladi. Demak, to'g'ri boshlang'ich maktab tanlash siz o'ylagandan ham muhimroq va mas'uliyatliroq. Agar siz bu mas'uliyatni kim bilandir bo'lishmoqchi bo'lsangiz, biz siz bilan yelka-melka turishga tayyormiz. Langatex boshlang'ich maktabimizda 1-sinflar uchun qabul yaqin. Qo'shimcha ma'lumot uchun biz bilan bog'lanishingiz mumkin.